Zo'r firma var, çok işçiydi. Garantiyası var hammasi. Her bir danası 210 ming so'm chiqadi. Repeaterlar 120 ming so'mmi shunda chiqadi. Do'konning adresini tushuntirib beraman. O'zimizning Center Birune haykaldan o'tgandan keyin, svetofordan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan. Bu yoq esa 65-maktab. 65-maktabdan o'tgandan keyin yonida mana bog'cha bor. Bog'chadan o'tgandan keyin chap qo'lda joylashgan Hikvision do'kon. Bu kameralarning baholari qanchadan Ruslan aka? Ezvis kameralar bular eng arzoni chiqadi 460 ming so'm chiqadi. Shundan bizda bari 1 million 650 minggacha bor bizda bari. 1 million 650 minggacha bor. Ezvis brendidagilar bahosi. 2K, 3K, 4K hammasidan bor. 2 ko'zli, 1 ko'zli 4K dan bor ekan mana. 4G ham bor, so'ng sim kart olasan bor. Ezvis. Bu Tapo brendining endi Ruslan aka, bular qanchadan qanchagacha baholari? Tapo 250 mingdan ona batareykalisi bor. 2 million 700 minggacha bor. 2 million 700 minggacha. Zo'r firma var, çok işçiydi. Garantiyası var hammasi. Garantiyasi bor ekan. Bularning qanchadan? Bu 1 million 200 ming so'm освещенияsi bilan birga ustunda. So'nishli paneli bor. Ko'lga qo'yib beribdilar, ko'lga olib beribdilar. Çok ish yaptı. U ham sim kartalig'an bular. Sim karta va 4G flashga sim karta qo'yib полный ishlayveradi. Ishlayveradi. Bularning mana 4 ko'zli. O 4 dana. U taposh 2 million 700 ming so'mga chiqadi bu. Batareykali bu. To'g'ri qo'yilib ketaveradi, Wi-Fi bilan ishlaydi. Ana shu kamera eng arzon kamera shu Hilux'dan. Her bir danası 210 ming so'm chiqadi. 2 megapiksel. Çok işçiydi. 2 megapiksel. Hikvision'ning o'zi ne bular? Hikvision'lar 350 dan tap şey desem ekan bu. Ketaveradi bu tap 18-20 milliongacha bor bu kameralar. Eng arzoni 350 millionda. 350 ming. Buni yozib mana o'shag'anim ne mana hozir? Bu sigaret pachki 2 megapikseli 450 ming so'mday bo'lib chiqadi. 450 ming. Sol işin lavazon kiyim bilan üstünde taza kiyildi. Bular qanchadan? Tak, bu sol işimiz 2 milyon so'm. Ezvizlar chiqadi 1 million 650 day bo'lib qoladi. Mana Hikvision'dagi baking firmaning yaxshi 1 million 350 ming so'm chiqadi bular. 1 million 350 ming. Bo'ldi. Bu domofonlar qanchadan boshlanadi bahosi? Domofonlar 1,5 dan boshlanadi. 1,5 milliondan 4,5 gacha bor. Face ID'lari bor. Bet bilan keyin jeton, karta, pasport, prava, любой narsa bilan ochib kirsa bo'ladi. Bo'ldi. Repeaterlar qanchadan? Repeaterlar 120 ming so'mmi shunda chiqadi. 120 ming. Wi-Fi repeater. Bularni Switch gigabitlar 180 ming, megabitlari 150 ming mana shunda chiqadi. Nuqsuna qarab, megabit. Megabitga arzon yuradi, gigabit qimmatroq chiqadi-da. Bularni Poy switch 16lar. Kameralarning blok pitaniyasida poy switch 16lar 8li xalagan turidan bor. Bu qanchadan boshlanadi bular bahosi? Bular 170 mingdan boshlanadi. Tap 2 milliongacha bor. Bu routerlarni? Router Ruiji firmaniki 450 ming so'm. 450 ming so'm. Most bor ana Wi-Fi most. Hikvision'dan 4G modem bor. Mostlar 650 mingdan boshlanadi. 1 kilometr 2, 3, 5, 10, 25 gacha bor. Buni Hikvision'ning router 4G 550 ming so'm bo'ladi. 550 ming.
Enver'lar 460'dan başlanıp tap $500 bar ola. Kanalına qarab 4'li, 8'li, 16 var, 32, 64, 128 deganlar var. Nenegine mana o'z Hikvision'daki En şu baha beri bu. Hikvision Hilux beri bir nesi o. bari mana Hikvision'ning o'zini ham bor mana. O, berisi bir nesi o. Enver. HDMI kabel mi? HDMI. 4K'ları по-моему 30 mingdan başlandı o. Ya ko'rib turganlaringizda pilotlar, shu kameraga kerak bo'lsa kabellar, hamma narsalar bor mana. Ya bu kabellar metri qanchadan? 2,5dan 5,5gacha var. 2,5 5,5gacha. Bular ham bor ekan. Hava germetişli korobkaları var. Korobkalar bilan. Germetişli korobkalar 20 ming so'mdan tap 60 minggacha var. Diametrine qarab